pul bo'yicha o'ylashni boshlaymiz. Pul aslida qanaqa insonga kerak? O'zini sevgan, o'zini hurmat qilgan va erkin yashayotgan insonga kerak. Chunki pul erkinlikni sevgini yaxshi ko'radi. Erkinlik deganda hamma sohada erkinlik, hamma sferada erkinlik hisoblanadi. Ya'ni erkin pul ishlatish, bemalol pul ishlatish, shuni qaraydi. Pul tejamkorlik energiyasini yomon ko'radi, tejamkorlik rejimini yomon ko'radi. Pul o'zini sevgan insonni va hurmat qilgan insonni yaxshi ko'radi, o'ziga erkinlik bergan insonni kerak. Agar hozirgi paytda siz tejamkorlik rejimida yashayotgan bo'lsangiz, bu sizni hayotingizga kirishga nima qiladi? Qiynaladi. Chunki siz qanaqa chiqarasiz hayotingizdan pulni? Qiynalib chiqarasiz. Juda ham kichkina darcha ochib qo'ygansiz. Pul chiqish uchun, pul shu darchadan qanaqa chiqadi? Qiynalib chiqadi. Qiynalib kirish ham qiyin bo'ladi. Shunaqa insonlar bor, misol uchun o'zingizlarning hayotingizda kuzatgan bo'lsangiz, juda ham boy insonlarda pulni bemalol ishlatishadi. Ko'rgansizmi? Pulni bemalol ishlatishadi, kirib kelishi ham bemalol bo'ladi. Hozir bemalol ishlatadiganlar bemalol pul ishlatishadi hamma narsaga. Pul ham shunga yarasha qanaqa kirib keladi, bemalol kirib kelishni boshlaydi. Ya'ni siz pulni bemalol ishlatsangiz, hayotingizga pul bemalol kirib keladi. Siz faqat shu holatni to'g'rilamoqligingizcha pul kirib kelishi qiyin bo'ladi. Buni yozib qo'ysangiz bo'ladi, pul kirib kelishini bitta punktlardan bittasi. Pul o'sha tejamkorlik rejimini yomon ko'radi, shuni yozib qo'ying. Savol? Shuni aksi bo'ladi, masalan, so'zlayapsizda baribir tushroq bo'ladi. Hozir uni yoritamiz, bor. U aloqalar. Men hozir erkin ishlatadigan nazarda tutaman. Chunki boylar hammasi bir xil bo'lmaydi-ku. Kimlardir juda ham erkin ishlatadi. Pul ham shunga yarasha bemalol kirib kelishi boshlaydi. Hozir savollarni oxiriga yozib qo'ying. Hayotingizga pul bemalol kirib kelishi uchun siz bemalol ishlashingiz kerak. Ya'ni shu darajaga olib chiqishingiz kerak. Shunaqa boylar bor, mana masalan aytyapsiz, pulga juda ham pishiq bo'lishadi, tejamkor bo'lishadi. Unaqa boylarning hayotida pul baribir qaysidir yo'l bilan balanslab ketadi. Ya'ni energiyani o'zida saqlash qonuni bor. Energiya buzildimi, baribir qayerdadir energiya nima qiladi, chiqib ketishga yo'l topadi. Masalan, yomg'ir yog'di, yomg'ir yoqqandan keyin tarnovdan suv oqadi. Agar tarnovni qayerdadir blok bo'lsa, suv baribir qaysidir yo'l bilan chiqib ketadi, shu tomdagi suv joy topadida uyingizdan ja bo'lmasa chakka o'tadi. To'g'rimi? Chunki suv qayerdadir chiqib ketish kerak, yo'l topish kerak. Tarnov ishlamayaptimi? Tarnovda qanaqadir bloklar bormi, suv baribir uyingizga chakka o'tib bo'lsa ham chiqadi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Tejamkor boylarning hayotiga qarasangiz, pul ko'pincha boshqa joylarga chiqib ketib qoladi. Ko'pincha boshqa yo'llar bilan balans bo'lib ketadi. Kasallik. Ja bo'lmasa eng qimmat mashinangizni avariya qilib olasiz. Avariya bo'lganda ham oddiy shunda qirib olish emas. Yaxshigina avariya haydashga yaramaydigan qilib olasiz. Yoki uyingiz yonib ketishi mumkin. Shu yo'l bilan baribir qanaqadir balans bo'ladi. Balans qonuni siz xohlasangiz, xohlamasangiz, ishonsangiz, ishonmasangiz ishlaydi. Va energiya qonuni bor, energiyani to'g'ri o'zini saqlab qolish qonuni bor, bu qonun ishlaydi. Shuning uchun pulda energiya joyida aylanib turishi kerak. Ya'ni siz chiqaraverasiz pulni, bu yoqdan kiraveradi. Siz chiqaraverasiz, kiraveradi. Xuddi charxpalak bor-ku. Suv oladi, yana baribir shu suvni to'kadi, yana aylangandan keyin suv yana kiraveradi. To'g'ri aylanadi, to'g'ri? Hech qachon charxpalakni o'sha chelagi bor-ku, joylashgan, chiqayotgan suvsiz chiqmaydi. Suv oladi, yana to'kadi, yana oladi. Pul xuddi shunaqa narsa. To'g'ri aylanish kerak, bemalol ishlashingiz kerak. Sizni xohishlaringizga ishlatish kerak, birinchi o'rin. Masalan, oramizda bor biznesmenlar, biznes bilan shug'ullanadiganlar. Javobimiz tijorat qiluvchi, kichkina bo'lsa ham. Sizlardan qarzdorlar, bizga qarzingizlar kimlardan bor? Kimdan qarzdorlar bor? Misol uchun, yoki kim qarz boshqa odamdan?
qarzi bor odamlar bormi? Erimiz uchun ham biza javob beramizmi yo'q? Eringiz uchun siz javob berasiz, bu sizni aksiz-ku. Qaysi joyda? Значит, man ham qarz bor. Ha, eshitilyapti. Agar sizni qarzingiz bo'lsa, kelayotgan pulni to'liq qarzga to'lab olish mumkin emas. Ya'ni misolda sizda $5000 qarzingiz bor deb manbay. Siz aytasiz, shu $5000 kelsa men qarzimdan shunda uzilaman deysiz. Shunaqa paytda $5000 kelmaysiz hayotingizga. Но siz zakaz olgan bo'lishingiz mumkin $5000 ga, o'sha amalga oshmay qoladi. Bo'lgan shunaqa. Pulga hisob-kitob qilasiz-da, qarzingizni to'lamoqchi bo'lib hisob-kitob qilasiz, lekin o'sha pul kelmaydi hayotingizga. Kelsa ham kam keladi. Qarzingizni to'lashingizga yetmaydi, qaysidir rasxodlaringizga yetadigan keladi. Unaqa paytda pul kelmaydi. Chunki siz nima qildingiz? Siz butun hamma kelayotgan pulni olib, butunlay hammasini qarzga to'lamoqchi bo'ldingiz. Unaqa qilmaydi. Ya'ni kelayotgan pulni ikkiga bo'lasiz, 50-50. Masalan, $5000 qarzingiz bor, sizga $1000 keldi. O'sha $1000 orasida ikkiga bo'lasiz. $500 o'zingizga, quvonchingizni, o'zingiz xursandchiligingizga olib qo'yasiz. $500 qarzga berasiz. No, oldini qarzga to'lab olasiz. Oldini o'zingizga ishlatasiz. Agar siz hamma pulni olib chiqib, vijdoningiz qiynalib, qarzingizni to'lamaysiz, bu yoqdan qarzdor odam hech qo'yingiz so'rab yotgan bo'lsa, so'rab yotibdi-ku, qanaqa qilib o'zimga ishlataman bunaqa paytda deb hamma pulni berib yuborsangiz, sizga уже pul kelish to'xtaydi. Sizga 2-3 oy, 4 oylar pulsiz o'tirib qolasiz. Chunki siz nima qildingiz? Sizga kelgan pulni o'zingizga ishlatishingizga, o'zingiz xursandchiligingizga olib qo'ymasdan turib hammasini berib yubordingiz. Pul yo'li yopildi. Pul qaridida aytadi, bu odamga kelishdan ma'no yo'q. Keyingi oy yana men kelsam, bu yana olib boradi, qarziga to'laydi, baribir o'zini xursand qilmaydi. Undan ko'ra bormayman bu insonni hayotiga deydi. Kirmaydi. O'shaning uchun pulni qarzingiz bo'lsa, hozirgi paytda ikkiga bo'lasizda, yarmisini berasiz, aytasiz. Hozircha shuni olib turing, menda hozir shu bor. Shuncha ko'p arendachilik ko'kara bo'lsa kerak. Arendaga narsa qilishadi-ku, arendaga to'lashim kerak, arendaga to'lashim kerak. Chunki ularning diqqat markazi faqat arenda to'lashda bo'ladi. Shuncha ko'karib ketamiz. Ko'karib ketadi. Bir oy o'tgan safar ham savol berdi bitta qiz. Bir oy davomida shu arendaga ishlayman, bir oy davomida men yashamayman, keyingi oygacha arenda to'lashimni o'ylayman dedi. Bunaqa yashash mumkin emas. Arenda to'lash kuni kelgan kuni o'ylab ko'radi. Shunaqa vaziyatda qilamiz. Qanaqa vaziyatda? Shunaqa arenda to'lash. Nega endi siz faqat shu birinchida to'lanadigan arenda uchun 29 kun yashamasligingiz kerak. Siz mazza qilib yashaysiz. O'sha birinchi chislo kelganda o'ylab ko'rasiz arenda to'lash. O'sha kuni o'tirib hal qilasiz. Pulingiz yo'q bo'lsa kimlardan qarz olasiz, yo'lini topasiz, bo'lmasa olib chiqqan narsangizni sotasiz, to'laysiz. Bunaqada pul kelmaydi, sizni diqqat markazingiz qayerga ketib qoladi, kelajakka ketib qoladi va qarzingizni to'lashga ketib qoladi. Ya'ni qarzingiz to'lashga ketganda siz nima deb o'zingizni hisoblaysiz? Men qarzdorman degan fikrda bo'lasizda, o'sha qarzdorman degan fikringizni energiyangizni to'yintirasiz. Energiya to'yinadi shu vaziyat. Bo'ldi, kattalashib ketaveradi, qarzingiz ham ko'payib ketadi. O'shaning uchun agar kim arendaga o'tirsa, arendada ishlasa, bir oy davomida uni o'ylab yurish mumkin emas. O'sha kuni o'tirib hal qilasiz. Yoki kvartira puli ham xuddi shunaqa bo'ladi. Sizdan qarz bo'lganlar bermasa, agar sizdan qarzdorlar bo'lsa, bormi shunaqa bo'ladi. Sizdan boshqalar qarzi ko'pdir. Mana o'sha qarzingizdan uzilasiz. yomon ekan. Chunki siz qarzingizni o'ylayapsiz hozir. Siz nima qilasiz? Pul kelayotgan boshqa bloklarni yopasiz. Faqat shu inson beradi menga, boshqa inson bera olmaydi. Boshqa joyda pul bloklari, pul patoklari yo'q. Faqat shu insonda pul bor. Shunaqa qaraysiz hozir. O'sha inson pulini bersa, borib mashina olaman. O'sha inson pulini bersa, borib telefon olaman. O'sha inson pulini bersa, borib sayohat qilaman. O'sha inson pulini bersa, kiyinaman. Shunaqa fikrlaymizmi? O'sha pulga bog'lanib maqsad qo'yamiz. Sezgansizmi? Orientir qilamiz. Unaqa qilish mumkin emas. Unaqa qilmaymiz. Uzilish kerak. Xayolan shu puldan uzilasiz. Butunlay uzilasiz. Qo'yasiz, sovg'a qilasiz. Shu pulni o'sha insonga to'g'ri oson emas. Notariyaga o'sha pul yo'q.
siz hozir yo'q pulga bog'lanib o'tiribsizmi? Yo'q pulga sayohat qilmoqchisiz, yo'q pulga mashina olmoqchisiz. Tasavvur qiling, birdaniga shu inson bu hayotdan ketib qoldi. Kimdan olasiz endi pulni? Bo'ldi, berolmaydi. Sizdagilar ham siz guvohingiz bo'lmagan, o'sha pulni oldi berishni aytganingizda. Guvohlik qilmagan, hech qanaqa tilxat yozdirmagansiz. Bo'ldi, u puldan butunlay uzilasiz, butunlay. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Farqi yo'q. Qanaqa summa bo'lishidan qat'iy nazar uzilasiz, butunlay. O'shanda boshqa joydan kirib kelish kerak. Biz nima qilamiz? O'sha pulni biz boshqa bo'lganini yopamiz. Boshqa patoglarni yopamiz. Turib olamiz. Faqat shu inson bersa, puli bor, bersa pul yo'q. Hozir bu xonada nechta inson bor? Men bog'lanmadim, bular maddiy qarzlar borda, men bu insonga bog'lanib o'tiribman-da. Sizlarni ko'rmayapman, misol uchun. Bak, mana shu xonada 50 ta odam bor, men 49 ta odamni ko'rmayapman. Ya'ni bu degani 49 ta yo'l bor ekan. Meni hayotimga pul kirib kelish uchun men faqat bitta odamga yopishib olib, shu inson orqali pul olmoqchi ekanman. Nega endi men 49 ta yo'lni ko'rmasligim kerak, 49 ta yo'lni yopib qo'yishim kerak. Bu bo'yicha men bularga sovg'a qilaman, xayolan shu pulni uzilaman, butunlay uzilaman deb ketdim. Oldinga qarab 49 ta yo'lga qarab ketaman. Ordaga turaman-da, 49 ta kanalni o'zimga ochishga ruxsat beraman. Orada eslatib qo'ysa bo'ladimi? Bog'da bermaysizmi? Siz bo'ladi, hozir esaman shu joyni. Qarang, uzilaman. Mobodo bu inson menga olib kelsa shu pulni, men indamasdan shu pulni olaman. Xursandchilik bilan minnatdor bo'lib olaman. Chunki men o'zim rozi bo'ldim-ku, bu o'yinni boshidan chiqib rozi bo'ldim, to'g'ri? Bu mendan kelib qarz so'radi. O'sha paytda men yo'q deya olmadim. Men bu insonga berdim shu pulni. Men o'yinga kirdimmi? Bu o'yin taklif qildi, men o'yinga kirdim. Bo'ldi, endi nolimayman bu o'yinga kirganimdan keyin nolimayman, shu o'yinga rozi bo'laman. O'yinga kirib olib, bu insonni yomonlab, qoralab o'tirdim. Chunki men rozi bo'ldim, bu o'yinga o'yin taklif qilgandim. Endi sekin o'yindan chiqaman deb hozir rizolik bilan chiqib, minnatdorchilik bilan shu pulni olaman. Chunki menga boshqa 49 ta yo'l bor pul kelish uchun. O'sha 49 ta yo'lga nima qilaman? Ochilishni boshlayman. Bu nima degani? Ya'ni bitta insonga bog'lanib, pulimni ber deyman. Bu yo'lda menga boshqa yaratuvchi aytadiki, qo'linglar masalan 49 ta yo'ldan 49 barobar qilib ko'p kirgizaman dedi. Men aytaman, yo'q, men bundan oldin olay, keyin berasan. Ko'rdingiz, bundan ham bog'lanib uzilmayapman. Bu yo'ldan kirayotgan pulni ham to'smayman-da, ikkita tomonlama to'silib, faqat shu insonga umidimni bog'lab o'tiribman-da, bu ham bera qolmayapti. Chunki men yopishmaganman bunga. Men yopishmagan paytimda bu ham beraolmaydi. Qachonki men uzilaman, bu inson ishi yurishadi, men ham ishim yurishadi. Keyin olib kelsa olib keladi, olib kelmasa yo'q. Keyingi safar o'ylab ko'rasiz, kimdir qarz so'raganda o'sha o'yinga kirish-kirmasligini o'sha paytda hal qilasiz. Bu tajriba bo'ladi siz hayotingizda. O'zi iloji boricha qarzga pul berish kerak emas. Siz qarzga pul berdingizmi? Siz nima qilasiz? O'zingizni pulingizni kelajakka bera olasiz degan. Mumkin emas qarz berish. Berdingizmi qarzni? Unda umid bog'lamang. O'zingizga savol bering. Mana shu pulga mabodo qaytib kelmasa, mabodo shu inson bera olmasa shu pulni berayotgan paytda savol bering. Men xafa bo'lmaymanmi? Men shu o'yinga kirmoqchiman. Xafa bo'lmaymanmi? Shu o'yinga kirganimda keyinchalik afsuslanmaymanmi? O'zingizga savol berasiz-da. Keyin boshlaysiz o'yinni. Agar o'yin to'g'ri kelsa sizga uzr, men bu o'yinda qatnashaman deysiz. Uzrsiz. Tushunarli? Mana hayotda o'zimiz qarz olishimiz qanaqa ahamiyatga ega yoki kredit, kreditga ish boshlash, qarzga ish boshlash bu kelajagingizdan pulni olib boshlash degani. Kelajakda mabodo qanaqa bir qiyinchilikga duch kelib qolsangiz nolmaysiz. Chunki siz shu o'yinga rozi bo'lib kirdingiz. Juda ham majburligingizdan kirdingiz. Bo'ladi shunaqa. Boshlashingiz kerak-da qanaqadir ishni kredit bilan yoki qarz bilan. Faqat rozi bo'lib kirasiz.
man ahmoqman shu biznesni boshlagan, man ahmoq bo'lmagani shu qarzga pullarni olmasdan, kreditga olmasdan shunaqa ham odam bo'laman deb o'zingizni nolib, burchalarga chiqib ayblab tashlaymiz-da. Jazolab tashlaymiz. Просто rozi bo'lasiz. Bu qonun, tabiat qonuni hisoblanadi. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz ishlayveradi. Foizga pul olib ishlatish ham ta'tir. Foizga pul olib ishlatishga uni qo'shilmayman o'zi narsaga. Yo'q, o'zi bor, shunaqa. Bor,